Her yılı eçildiğin bir yığın. Moşu yığını eçiş üçün bugün sen Beijing şehirge tanka bir 10 veklana haydap girdin degan gap. Nemeden korksan ey? Moşunda korkuşlan kançılık yaşaysa ne Cungo Kompartiyası? Cungo hükümeti moşunda korkuş vahime tehdit içinde belki üzem peyda kılıvatkan tehdit. Bu tehditni üzem. Çünkü cemiyetki yokur besimlik siyaset bilen yok murallık kılış. Yokur besimlik siyaset bilen cemiyetke pura diktatörü yürgüzüş. Bu vehimini sen peyda kıldın, üzem peyda kıldın. Yani şu vehiminin içinde üzem korkup yaşavatkan bir millet seni yıktay. Çünkü Kompartiyası diyen millet sen şunda kıtay. Bu katem 4. umumi yığın ta'kidlangan bir gap Shangang meselesi. Asası kanun boyunca Shangangni boshqarish yoki boshqarish doirasiga elish degan bir gap o'ttirg'i chiqdi. Qana buningdan keyin bugun yig'in oxirlashdi deylar. Buningdan keyin Cungo Kompartiyasining Shangang siyosati qanday bo'ladi? Bugun Amerika Ovoz radiosida kelgan xabarda musha hafta ichida Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avom palatasi Shangang kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasini ma'qullaydiganligi to'g'risida xabar keldi. Demak, musha hafta ichida, musha hafta bugun ati juma vosita to'liq tugmay turib, tabiiy qonun loyihasi, Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasi endilikda Shangang kishilik huquq demokratiya qonun loyihasi ma'qullanadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatining qanday jonliq tetik bir harakatga o'tganligini Cungo masalasida shunday bir harakatga kelganligini ko'rib olaysiz vatandoshim. Endi buning siyosat bo'lib belgilanishidan iborat bir paket oldimizga yetib keladigan bir paket demak. Kelar qatim men sizlarga Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo to'g'risidagi leksiyani so'zlayman. Bugun tuningen kechdi Mike Pompeo New York shahrida bir mukofotga ega bo'libdi yoki mukofot tarqitish murosimiga qatnashib, Cungo to'g'risida so'zlagan ikki jumla, bir abzas qilib qo'shmaydigan ikki jumla so'z sizlarga anlatımız vatandaş. Demek Amerika Qo'shma Shtatlarining Cungo siyosati belgilendi.